Xitoy yuqumning oldini olish va kontrol qilish boshqarish tarmoqi Davlatlik sahiya va davolash komiteti 26 dekabr kuni Xitoy virusi o'pka yollig'ini yangi tojsimon virus bilan yuqumlanish deb o'zgartganligini hamda 2023 yil 8 yanvardan boshlab virus bilan yuqumlanishning A darajalik yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini amaldan qoldirganligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarni amdi karantin yuqumli kasalliklarini boshqarishga kirgizmaydiganligini e'lon qilgan. Xitoy doiralari mushu oyning 5ida qattiq qamal qilish tadbirlarini bekor qilgandan buyon Xitoy virusi bilan yuqumlanish soni hukumat statistikasidagi kundalik xotirlardan necha yuzasi ko'p bo'lib, Xitoy doiralari virus tarqalgandan hozirgacha bir qitimli yuqum to'g'riliq rost so'zlamagan. Tanqidchilarning qarashicha, odatda Xitoy davlatlik sahiya va davolash komitetining kundalik yuqum ahvolini e'lon qilishni to'xtatish harakati xalqning Xitoy virusi bilan yuqumlanish va o'lim sonliq ma'lumotlarining texmi burmilanishini keltirib chiqarib qolmasdan, yana qarg'ularchi qamalni bekor qilish mas'uliyatidan o'zini qochirishni maqsad qilgan ekan. Xitoyda Xitoy virusi yuqum ahvoli davomli ig'irlashib, yuqumlanish va o'lganlarning soni shiddat bilan ko'paymoqda. Xitoyning har qaysi joylaridagi doktorxonalarda bemorlar bilan to'shqan, jasad ko'ydirish o'rinlarida o'liklarning rat-rat bo'lib yotgan jasadlar tortilgan sin ko'rinishlar davomli o'ttirg'i chiqmoqda. Ba'zi jasad ko'ydirish dafn o'rinlarida o'liklarning ko'pligidan ba'zi bir Xitoyning pul tepish uchun ko'ydirish uchrat biltin setib olganligi bayqalgan. Bu naq maydonda necha soat uchrat turgan kishilarda norozilik qo'zg'alib, ikki taraf o'rtasida to'qinish yuz bergan. To'qinishni soqchilarim besiq tura olmagan. Shuning bilan Xitoy bu xabarni to'sishga boshlagan hamda jasad ko'ydirish dafn o'rinlarini soqchilar o'tkazib olgan. 25 dekabr kuni Torda Bejondagi asosiy doktorxonalarning o'lik sanduqining hammasining o'liklar bilan to'lganligi, davomli keltirilgan o'liklarni saqlaydigan yerning qolmaganligi, yerlik hukumat ya'ni Yuchuaningdagi to'nglatilgan go'sht sovuq saqlash omborlarining jami 15 ming jasad bilan to'lganligi, yana nurg'un o'likning sovuq saqlash o'rnining sirtiga qo'yilishga boshlaganlik sin ko'rinishlari oshkorlangan. 26 dekabr kuni Erkin Osiyo radiosi Xitoy bo'limining xabar qilishicha, bu ishdan xabardor bir qism kishilar jasad ko'ydirish dafn o'rinlari va doktorxonadagi ichinish sin ko'rinishlar oshkorlangandan keyin Xitoy hukumatida rasmiy andish paydo qilganligini, hozir har qaysi joydagi barliq jasad ko'ydirish dafn o'rinlarini xalq ishlari idorasi va soqchilar tomonidan o'tkazib olganligini, barliq o'liklarning faqat jasad ko'ydirish dafn o'rinlarining maxsus o'rinlashtirgan mashina yoki doktorxonaning 120 mashinasi to'shiydiganligini, o'lik egalarining to'shi ma'ni qilinganligini oshkorlagan. Xitoy bir balvoq bir yo'l tashabbusining bahonasida Afrika davlatlarining ul asliha qurilish turlariga to'liq kirgan bo'lib, Afrika davlatlarining qarz yukini texim ig'irlashtirib o'tgan. Angliya aqllar ombirining eng yangi tadqiqot dokladida dastlabki bosqichda Xitoy siyosiy maqsad uchun Afrikaga alohida pul bergan. Amdilikda bo'lsa Xitoy o'zimi qarz qiyinchiligiga petib qolgan. Bir necha kun ilgari Angliya Chatham tadqiqot o'rni e'lon qilgan dokladida 2000-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oralikda Afrikaning tashqi qarzi 5 hassa eshib 696 milliard dollarga yetgan. Buning ichida Xitoyning qarzi 100,12% egillagan ekan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon nurg'un davlatlarning qarzini qaytara olmasligidan ansirab, Afrikaga inovat liniyasini qisqartgan. Bundan ilgari Xi Jinping Afrikaga bo'lgan siyosatida o'zgarishga boshlagan bo'lib, bir balvoq bir yo'l tashabbusi borgan sari murakkablashib, xatarni kontrol qilish va hamkorlikni kuchaytirishga muhtoj ekanligini o'ttirib qo'ygan ekan. Tashqi dunyo mutaxassislari Xitoyning Afrikadan voz kechmaydiganligini, savdo manfaatidan boshqa Xitoyning Afrikadan erishadigan eng chong foydasining siyosiy kafolat ekanligini bildirgan. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Qor dengizida 58 milliard kubmetr yangi tabiiy gaz zapisi bayqalganligini e'lon qildi. U Turkiyaning faqat o'zi uchun mudofaa sanoati mahsulotlarini ishlab chiqaradigan va loyihalaydigan davlat bo'lishini halqanligini bildirib, kun sari ishiyotgan eksport natijasida butkul dunyoda mudofaa sanoati mahsulotlari bilan nom qozonganligini ta'kidlagan. U kelar 2023-yil xavfsizlikda terrorlikni manbasida yo'qotish strategiyasini janubiy chegaralar bo'yicha qat'iy ijro qilishni davomlashtiradiganligini ta'kidlab, bo'libmi Suriyadan Turkiyaga qartilgan tahdidlarni uzil-kesil yo'qotish uchun chegaradan 30 kilometr uzunlikdagi bexatarlik liniyasidagi bo'shliqni tugutish uchun yangi qadamlarni tashlaydiganligini bildirib, Qor dengizida 58 milliard kubmetrlik yangi tabiiy gaz zapisi bayqalganligi to'g'risida xush xabar berib, Qor dengizidagi gaz zapisining 710 milliard kubmetrga yetganligini, rayonda bayqalgan tabiiy gazning xalqaro bozorlardagi qimmatining 1 trillion dollarga yetadiganligini qayd qildi. U yana Qor dengizida yangi tabiiy gaz qidirish xizmatlarining davomlashadiganligini bildirdi.
yumg'oq sut kishilarga tunishliq bo'lgan tamkirguzgich ko'ktat. Braziliyaning bir turlik yangi tadqiqotidan bayqilishicha, yumg'oq sut tomoqni ta'mli qilib qolmay, yana cho'ng'ingning harakatini yaxshilaydi ekan. Yumg'oq sutda bir xil tabiiy flavon turi moddasidagi karabshi elementi bor bo'lib, cho'ng'ingdagi hujayraning shakllanishini qo'zg'atadi ekan. Ming hujayralari orasidagi munosabatni kuchaytiradi ekan, hamda cho'ng'ingning iqtidorini yaxshilaydi ekan. Rio de Janeiro Birlashma Universitetining professori Stephen Fesserin doktor tajribaxonada yumg'oq sut tarkibidagi karabshi elementining insonlarning g'o'l hujayrasiga bo'lgan ta'sirini sinab qilgan. Natijada karabshi elementini qo'shgandan keyin g'o'l hujayrasining 25 kunda nevron, ya'ni nerv hujayrasiga aylanganligini bayqagan. Yangi shakllangan nevron, ya'ni nerv hujayrasi orasidagi sinapsis munosabat texnik murakkablashgan. Bu asti tutish va o'rganish iqtidorining mustahkamlanganligini va o'sganligini tushundirdi ekan. Doktor Ren karabshi elementi yumg'oq sut, karabshi qizilmoch va yaboni qatorliq o'simliklardagi bir xil tabiiy flavon turidagi modda bo'lib, bu modda yashanganlardagi divanglik kesili, Parkinson kesili va ilishib qilish kesili qatorliq nerv chekinish kasalliklarini davolashda belgilik foydasi bor bo'lib, tajriba tadqiqotimi karabshi elementidagi flavon moddasi cho'ng'ingning asti tutish va o'rganish iqtidorini yaxshilashga foydali ekanligini isbotladi deb ko'rsatgan.